Shamol shelaklari shivirlab derazadan otib kelayotgan kechki havoning salqin hidini olib kirar edi. Mehmonxonamizda faqat televizor ekranidan taralayotgan yorug'lik va romantik filmning muloyim musiqasi o'rin olgan. Men, Aliya, boshimni akamning yelkasiga qo'yib, uning tinch nafas olishi va yuragining hamon urishiga quloq solib o'tirardim. Bu bizning dam olish kunimiz edi. Uzoq vaqtdan beri rejalashtirgan, nihoyat amalga oshgan vaqt. Bir kichik idishcha popkorn, issiq choy va cheksiz bir-birimizga yaqinlik hissi. Film eng romantik sahrasiga yetib bormoqda edi. Bosh qahramonlar bir-biriga sevgilarini e'tirof qilishayotgan bir lahzada xonaning burchagidan galati, noaniq chiroq yongin o'ynay boshladi. Bu xira yorug'lik asta-sekin kuchayib, butun xonani g'ayrioddiy binafsha rangga bo'yashga kirishdi. Men va akam bir vaqtning o'zida boshimizni ko'tardik. Bir-birimizga qaradik, lekin ko'zlarimizda savol va hayratdan boshqa hech narsa yo'q edi. Bu nima? Degan edi akam ovozini pasaytirib. Bilmayman. Elektrika muammosi bo'lsa kerak, dedim men, ammo ichimda bir xavf hissi paydo bo'ldi. To'satdan ekrandagi tasvir xiralashdi, tovush yo'qoldi. Atrofni qoplagan binafsha yorug'lik nafaqat devorlarni, balki bizning terimizni ham yoritayotgandek tuyuldi. Galati his, tanamda ingichka, iliq tok o'tayotgandek, sochlarim havoda muloyim harakatlanayotgandek. Akamning ko'zlari keng ochildi. Men uning yelkasidan ushlagan qo'limning sezgirligi oshib ketgandek, har bir teri hujayram unga tegayotganimni sezardi. Va keyin hamma narsa o'zgara boshladi. Men o'zimni akamning o'rnida, u mening o'rnimda his qila boshladim. Nafas olishim uning nafasi kabi chuqur va barqaror edi. Ko'z qarasini men emas, u boshqarayotgandek. Lekin bu faqat boshlanish edi. Bizning fikrlarimiz, xotiralarimiz, his-tuyg'ularimiz o'rtasidagi chegaralar erib ketayotgandek edi. Men akamning bolalik xotiralarini ko'ra boshladim. Uning birinchi velosipedi, maktabdagi birinchi darslari, otasiga bergan birinchi va'dasi. Shu bilan birga o'z xotiralarim uning ongiga oqib kirar edi. Mening birinchi she'rim, onam bilan birinchi pirojnilarim, yolg'izligimdagi qo'rquvlarim. Aliya, bu nima? Deb so'radi akam, lekin u menmi, o'zimi, yo'q ikkalamiz ham birgalikdami deb so'rayotganini tushunolmadik. Javob yo'q edi. Faqat hissiyotlarning to'lqini, galati kechinmaning dahshati va qiziqichi. Bir-birimizni faqat tashqi ko'rinishda emas, balki ichki o'zagi bilan sezayotgandek edik. Uning hozir men haqimda o'ylayotganini his qildim. U qanchalik go'zal. Men ham uning fikrini eshitgandek bo'ldim. Men uni hech qachon bu qadar chuqur sezmagandim. To'satdan binafsha yorug'lik chaqnab, xonani qorong'ilik qayta egalladi. Televizor ovozidan yonib, film davom etdi. Lekin hamma narsa o'zgardi. Men o'z tanamda, o'z joyimda edim, ammo o'zimni butunlay boshqacha his qilyapman. Akamning yuzida ham shunday tuyg'u aks etardi. U birinchi bo'lib gapirdi, sen mening bolaligimdagi itimni ko'rdingmi? Men lahza silkinib javob berdim, ha. Sening isming Zafar edi. Siz uni yo'qotib qo'yganingizda juda yig'lagansiz. Uning labida hayratli tabassum paydo bo'ldi. Sen ham, onang bilan birinchi pirojnilaringni pishirganingda, unga yordam berish uchun stolga chiqib tushib qolgansan. Bir muddat jim turdik. Nima bo'lganini hech kim tushuna olmayotgandi. Bu sehrmi yoki ilmiy hodisami? Biz faqat shuni angladikki, bir necha daqiqa davomida biz faqat bir jismoniy mavjudot emas, balki bir ong, bir ruh edik. Keyingi kunlar juda galati o'tdi. Do'stlarimiz oilamizga tashrif buyurishdi, ular bizda bir o'zgarish borligini sezishdi. Avval biz bir-birimizni qanchalik yaxshi tushunishimizdan hayratda edilar. Men akamning fikrini gapirishidan oldin tushuna boshladim. U mening kayfiyatimni masofadan ham his qila olardi. Bir kuni u ishdan qaytib, meni sog'inayotganini his qildim, shunchaki unga xabar yubordim, men ham seni sog'inaman. U javob qaytardi, pishloqli makaron. Tayyorlaymizmi? Bu bizning maxfiy tilimiz edi. Lekin bu yangi bog'liqlik muammosiz emas edi. Ba'zida gazab yoki qayg'u paytida his-tuyg'ularimiz shunchalik kuchli o'tkazilib, birimiz ikkinchimizni bosib qo'yardi. Akamning ishdagi muammolari meni kechasi uyg'otardi.
Mening bolalikdagi qo'rquvlarim uning kayfiyatini birdaniga tushirib yuborardi. Shaxsiy fazo degan narsa yo'qoldi. Har doim ikkinchi shaxs bilan birga yashash bu baxtmi, yo'q azobmi? Bir kuni bahs paytida bu muammo eng yuqori choqqisiga chiqdi. Men unga nimanidir aytdim, u jahli chiqdi. Birdan oz gazabimni emas, balki uning ichidagi qayg'u va umidsizlikni his qildim, u bolaligida otasidan olgan jarohatni. Bu meni dahshatga solardi, chunki bu uning eng chuqur sir edi, hech kimga aytmagan. Va men uni o'zimning tajribamdek his qilyapman. Men yig'lab yubordim. Kechirasiz deb ichkaridan to'lqinlanib ketdim. Men sening shu qadar og'ir his qilayotganingni bilmasdim. U ham ko'z yoshlarini artdi. Men ham seni hech qachon shu qadar ezayotganimni sezmagan edim. Shu lahzada biz o'z xatomizni anglardik. Bu sehrli bog'liqlik bizga chuqur tushunish berdi, lekin shu bilan birga bizning individualligimizni yo'qotayotgandek edi. Biz bir-birimizni sevishni o'rganayotgandik, lekin o'zimizni saqlashni unutayotgandik. Bugun, o'shan voqeadan 1 yil o'tib, hali ham ba'zi narsalarni bir-birimizdan seza olamiz. Ba'zi quyoshli kunlarda qo'limga iliq shamol teganda, uning xursandchilik hissini sezaman. U esa men qayg'uga cho'kkan paytlarimda darhol qo'ng'iroq qiladi va hammasi yaxshi bo'ladi, deydi. Biz sehr yo'qolganini bilamiz. Lekin u bizga noma'lum bir kuch tomonidan berilgan sovg'a edi, bir-birimizni butun vujudi bilan tushunish imkoniyati. Endi biz o'sha tushunish asosida har kuni yangidan muhabbat qurishga harakat qilamiz. Va ba'zan kechqurun televizor yonida o'tirganda derazadan kirib kelayotgan binafsha rangli quyosh nurini ko'rib qolsak, bir-birimizga qarab tabassum qilamiz. Chunki biz bilamizki, haqiqiy sehr bu koinotning tasodifiy sovg'asida emas, balki bu sovg'ani qanday qo'llashimizdadir. Va men, Aliya, bugun akamni birinchi marta ko'rgan kundagidek sevaman, lekin endi uning ko'zlarida o'sha kunning yorqinligini, bolalikdagi jasoratini va kelajakka bo'lgan umidini ko'ra olaman. U ham meni shunday sevadi, nafaqat go'zalligim uchun, balki ichimdagi qo'rquvlar, orzular va kuch uchun. Bu bizning sarguzashtimiz. Sehrli tun va undan keyin kelgan haqiqiy kun.